odam o'rnida ko'rmaydi. Ming afsus. Bugun millat xuddi shu holatda ko'rishyapti. Mening ismim Rahmonbergan, Qoraqalpog'istonda Beruniy tumanida turaman. Beruniydan qancha qoldi bering? Yoshingiz nechida? Yoshim 21da. Farg'onaga o'qishga kirganman. Hajalamasa bemalol gapiravering. Ota-onam Rossiyada. Men o'zim buyerda buruzim. Sizni o'qitishlik uchun ota-onangiz Rossiyada ishlashyaptimi shunda? Ota-onangizga rahmat. Rostdan Rossiyada ishlash oson emas. O'zim bormaganman. Hatto turist sifatida ham borishga o'ylab ko'rgan bo'lardim. Turist sifatida borib kelmoqchi o'zim aeroportdan qo'polmon bilan boshlanadi. Odam o'rnida ko'rmaydi. Ming afsus. Bugun millat xuddi shu holatda ko'rishyapti. Va ota-onangizni umidlarini qanaqa to'g'rilayapsiz? Qanaqa rivojlayapsizmi? Qay darajada o'qiysiz hozir Najot ta'limda? Qo'limdan kelgancha yaxshi o'qishga harakat qilyapman. Nega eng zo'r emas? Nima to'syapti sizni bundan? Sabab yo'q to'g'risi. Ko'rdingizmi? O'qing. Siz hammadan ham ko'proq o'qishingiz kerak. Nima uchun bilasizmi? Ota-onangiz Rossiyadan olib kelishligi uchun. Men bilaman, umuman dasturlashni bitirgan, hozir juda yaxshi daromad topadigan yigit-qizlarni. Tajribasi 4 yil, 5 yil. Ichidan startap qilayotganlar bor, ichidan mana sizlardan oldin o'qigan bolalar bor. 5 nafarni bilaman. Hozir Silikon Valleyda, Kaliforniyada startap qurishyapti o'sha katta pullar haqida gapirishyapti. Ertaga bitirganingizdan keyin qanday qilib ish topmoqchisiz? O'zbekistonda full stack mutaxassis oladigan eng yaxshi 5 ta kompaniyani sanang. Bilmayman. Eng yaxshi 5 ta mutaxassis sanang. 3 ta sanang. Bitta sanang. Qanaqa ishga kirasiz? Siz o'zingiz uchun lider deb bilgan kompaniya bo'lmasa, o'zingiz uchun lider deb bilgan shaxs bo'lmasa, kimga qarab intilasiz? Kompaniyalar bilib qo'ying. O'z ustida ishlaydigan odamlarga har doim muhtoj. Hatto vakansiya bo'lmasa ham shunaqa odamlarni ishga olishadi. Ixtisor egalarini kompaniyalar berib yuborishgingiz kelmaydi odatda. Lekin siz nima uchun kompaniyalar ishga olsin? Birinchidan men ishga olishga muhtoj emas ular. Men muhtoj bo'laman-da o'ziga. Tugadi hammasi. Bilaman siz muhtojligingizni, tabiiyki. Bu savolim bilan aytmoqchimanki, sizni hammadan ajralib turadigan jihatingiz nima? Buyuk kompaniyalar buyuk insonlar ishga olishga harakat qiladi har doim. Bu qoida. Hatto qaysi kompaniyaga kirishingizni bilmayapsiz. Kimlar bilan birga ishlashingiz haqidagi aniq ko'nikmalaringiz yo'q. O'z oldingizga maqsad qo'yarkansiz, eng katta kompaniyada ishlayman deb ayting O'zbekistonda. Va kelajakda siz chet elda kompaniyada ishlashingiz mumkin. Qachon? Katta kompaniyada ishlaysiz yoki siz ayting, men bitirganimdan keyin startaplarga qo'shilaman deb ayting. Hammangizni men va'da berib aytaman. Yo, akangiz yo otangiz o'qityapti. Ular nimani kutyapti? Bitirsa ishga kiradi deb o'ylayapti. Bitirsa ishga rostdan voqelikda ish bormi? Bor yigitlar. Eng katta xatoylarni nima aytaymi? Anketani tashlab qo'yasizlarda bo'ldi, kutaman. Men odatda eshik taqiladigan odamni yaxshi ko'raman. Kompaniyani tanib bilgan holatda ichida bo'limiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilgan odamni yaxshi ko'raman. O'qish degani faqat texnik bilim o'rganish emas, shuni tushuning yigitlar, qizlar. Shaxs sifatida rivojlanish. Va men sizni shaxs sifatida rivojlanishingizni istayman. Agar shaxs sifatida ishlay olmasangiz keting. Agar intizomingiz zo'r bo'lsa, onlayn o'rgansangiz bo'ladi. Kimdir agar onlayn imkoniyat yo'q deb o'ylayotgan bo'lsa, xato o'ylayapti. Hozir tashlab ketsangiz bo'ladi. Istayapsizki, shaxs sifatida rivojlana oling. Bizdan shuni talab qiling, so'rang. Ota-onangizga rahmat. Najot ta'lim.